Assalomu alaykum, asalari hayoti YouTube kanalimizni kuzatuvchilari, 2026-yil 13-mart sanasida 2026-yil uchun ona arilar tayyorlash jarayonini boshladik. Mana bu tayyorgarlik qilinganlari sizlarga ulashgimiz kelib, tayyor taxtalarimiz, mum uyachalar, bigudiga tayyorlanganlari. Bunga afzallik taraflari bor, buni o'zini afzallik taraflari bor bigudi. Xo'p, kimga nechta ona ari kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab, o'shandan bir 50 ta, 60 ta, balki 100 ta ko'proq, 15%, 20% ko'proq qilib harakat qilinadi. Chunki tortmay qolishi bor, boqolmay qolishi bor. Balki kamroq bo'lib qolsa, shu yilni yutqazib qo'ymaslik maqsadida bizga mana shu narsalar kerak bo'ladi. Asosiy narsalarimiz toza mum, o'tkayli asaldan olingan yoki o'zlari cho'zgan tabiiy mumdan, hech qanaqa vashina, parafin aralashmagan. Mana bu sanchqichlar, romkaga oson sanchilish uchun mana sanchish qulay bo'ladi. Bigudilarimiz ona ari chiqqanda, ona ari chiqib boshqa g'umbaklarni qirqib qo'ymaslik uchun bigudidan yasalganlari mana bunday qilib bekitib qo'yiladi. Bu asosan minonukleislarimiz uchun. Minonukleislarimizni ham nasib bo'lsa kuzatib, obuna bo'lib tursalaringiz, qiziqarli videolar, xudo xolasa yil bo'yi qo'yib boramiz. Qanday asal olish joylari, ona arilar qanday boshqa yerlarga o'tkaziladi, atvodga qanday olib boriladi. Mana bu toza mum mana qaynab turibdi. Mana mum tayyorlash, mum kosacha tayyorlash jarayoni 2 marta botirib olamiz. Uchinchisiga suvga tiqamiz. Va mana bunday qilib olamiz. Tayyor. Mum kosachamiz tayyor bo'ldi. Shu zayda mana bularga qotirib chiqiladi. Endi ularni o'rnatish jarayonlarini ko'rsatamiz. Videomiz manfaatli bo'lsa, kommentariylarga yozib ketasizlar. Mana tayyor variantlar. Hozir buni o'rnatishni ko'rsataman. Ketdim? Ha. Buning uchun qaynab turgan mumni olamiz. Bigudilarda hamda mum kosachalarni bunga o'rnatish jarayoni. Tayyor mumni oldik. Qoshig'imiz, bu. Endi bigudini o'rnatish. Bo'ldi. Shu zaylda o'rnatib chiqiladi. Va buni tekshirish ozroq qotgandan keyin pastga qo'yasiz. Men bitta misolda ko'rsatyapman. Qolganlari xuddi vaqtni ko'p olmasligi uchun mana bular mana bu yergacha keladi, bu ham bu tarafgacha keladi. Va bu ona arimiz yetilib chiqqandan keyin bigudini mana bu taxta shu darajada qo'yilgan, hisob-kitob qo'yilganki, mana buni bu yoqqa qayirib turib, bigudini ustiga qo'yib qo'yiladi. Chunki ona ari erta chiqqanda boshida aytib o'tganimizdek, buning ichida ona ari yurib turadi va minonukleislarga va boshqa yetim atvodga bo'lgan oilalarga berish uchun qulay. Bundan chiqqan arilar, ona arilarimiz chiqib turib, boshqa g'umbaklarni chaynab qo'ymasligi uchun mana bu bigudi yaxshiroq. Buni ko'chirib olib turib, mana bu uchli bo'lgani uchun romkalarga sayib qo'yish uchun juda qulay mana bu narsa. Bularni ham hali qanday o'rnatish kerak, qanday qabul qildiriladi, hammasini bir-bir kuzatib tursalaringiz guvohi bo'lasizlar. Va buni ko'chirib olib boshqa uylarga qo'ysangiz bo'ladi. Shu barchalaringizga rahmat. Yuzing chiqmadi. Kelayotgan 2026-yil asal sezonlarimiz yaxshi kelsin.
Hammalaringizga omad, muvaffaqiyatlar. Mana shunday ishlar ertalabda boshladik. Quyosh chiqib boshladi bugun. Xudo xohlasa asalariga borib ishlaymiz. Bu yerda ham qiziqarli videolar olishga harakat